Xo'p, assalomu alaykum. Juda ko'pchilik hozir shu litsenziya masalasi bo'yicha qiynalyapti. Imkon qadar video ko'rgazma qilishga harakat qilamiz. Xo'p, Google'ga kirdik. Google'dan mana tayyor turibdi. License.gov.uz. Mana ko'rdinglar? Shuni bitta bosamiz. Litsenziya axborot tizimi chiqdi. Mana birinchisiga kiramiz. Ichiga kirdim. Oz daqiqa kutib turamiz. Mana elektron litsenziyalash tizimi mana bu joydan mana barcha litsenziyaga va ruxsatnomalar degan joyga bitta bosamiz. Kim uchun? Biz yakka tartibdagi tadbirkormiz izlashini bosamiz. Yonga o'tamiz. Toifa. Toifaga ta'limni beramiz. Chunki ta'lim bizdagi holat. Oila mana ta'lim va sport. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma. Litsenziya bu xabarnoma. Ketdi. Bosamiz. Mana bu joyda tayyor ariza bersak 11 ta yo'nalish chiqadi. 11 ta paragraf chiqadi. Bittadan bajarib chiqish kerak bo'ladi. Hujjat turi mana xabardor qilish. Yig'im 187.500 so'm yarmi qiladi. Xizmat ko'rsatish muddati onlayn bir zumda, ya'ni 5 sekund mobaynida pul to'laganda oxiri o'tadi. Mana hammasi как положено turibdi. Ariza berishga kiramiz. Ariza berish mana bu joyda pasport seriya hammasi turibdi mana. Fuqarolik beramiz. Keyingisi. Bu birinchisi. Yuqorida 11 ta turibdi shundan. Bir chekkadan berib ketilaveradi. Hammasini bajarib ketma-ketlikda. Bank turibdi bu yerda kimdadir Agrobank, Agrobank desangiz chiqadi mana. Uni inoniyasini, ya'ni FMOni kiritish kerak bo'ladi. 00251 misol uchun bu joyga ekan 2021 deb tushundinglar o'zi. Tashkilot hisob raqamini kiritasiz, уже keyingisiga o'tamiz. Telefon raqami qolib ketib, telefon raqamini kiritamiz, keyingisiga o'tamiz. Shunaqa qilib, hop, orqaga qaytamiz. 11 ta chiqadi. 11 tasini bajarganda oxirida to'lovlar chiqadi. O'sha to'lovlarni bossangiz bo'ldi, olasiz. Muammosiz.